Ya'ni yopiq mavzu, ya'ni hal qilishimiz kerak. Ya'ni qaysi nima o'sha haqida hukumatni hamma o'sha strukturalariga, hamma idoralariga topshiriq beriladiki, negativ gapirmasin hech kim. Ya'ni hamma bir ovozdan bizda sirqiyosh, bizda zo'r narsa deb endi zo'r bo'lib qolmaydi-ku baribir. Tushunib turibman. Endi siz tasavvur qiling, o'sha sizni oldingizga nazoratga kelayotgan odam maoshi yaxshi, oyligi yaxshi, kuni yaxshi o'tyapti, staji yaxshi ketyapti. Unga farqi yo'q, u vatanparvarlik haqida nima qilayotgani yo'q. O'ylayapman, naborot ularga singdirilganki, sen vatanparvarsan, sen zo'rsan, bular boyagi nima deydi, qolganlari hammasi bir-biriga dushman degan narsa singdirilgan. Ular kamqur sharoitda. Vatanparvarroq deb hisoblaydi. Chunki unga bola maktablar shunaqada. Mana masalan o'sha maxsus maktablar shunaqa, sen vatanparvarsan, sen zo'rsan, sen aqllisan deb bolalikdan singdirgandan keyin, unga kreslo berib, balki qo'ysangiz ham uni kallasi o'zgarmaydi. O'sha kreslolar o'zgarib ketaveradi, cho'ntaklar o'zgarib ketaveradi, bankdagi hisob raqamlar o'zgarib ketaveradi, lekin kalla biz darslarimizga qarang, buni antik davrdan boshlaydi. O'sha antik davrning yarmiga borguncha maktab tugaydi. Shu uchun bizda bolalarimiz 11 yil o'qiyapti, rus tilini ham, ingliz tilini ham, fransuz tilini ham, nemis tilini ham bilmasdan maktabdan chiqyapti. Chunki boya aytganimdek, yaxshi darsliklarimiz yo'q, yaxshi tushuntirib beradigan o'qituvchi, sifatli o'qituvchilarimiz yo'q. Mana shu uchun bolalar mana shu ahvolda ketyapti. Va o'qituvchilarimizni nima deydi, xalqaro mezonlar bilan haqiqiy o'qituvchi qanaqa bo'lishi kerak bo'lsa, o'sha mezonlar bilan baho berib turadigan bizda tizim yo'q. Hozir nima deydi, attestatsiyadan bugun ertalab ham telefon qildi menga. Qobil aka tanishingiz yo'qmi attestatsiyadan o'tkazishga? Qancha bo'lyapti ekan deb